Asal boshdan tortib oyoq uchigacha butun organizmga juda ham foydali. Bu asalni faqat tozasi. Tozasini biz mana 20 xil asal bor. Har bittasini laboratoriyalardan o'tkazib, tozaligi, naturalligini, ekologik toza bo'lgandan keyin sotuvga qo'yamiz. Mana bu yerda yantoq asali bor. Belaya akasiya Rossiyan asali bor. Bu sahri bor odamlarga, allergiyasi bor odamlarga, davlinasi bor odamlarga juda ham foydali. Yuqori tog' bor. Bu asalimiz keyin kovrak asali bor. Kovrak asali juda ham ko'pchilik izlab yuribdi. Keyin cho'ldan olingan, har xil giyohlardan olingan asallarimiz bor. Juda ham turi ko'p. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hammasini kelib, do'konda yeb ko'rib, tanlab yeyishni olishingiz mumkin. Bundan tashqari asalari suti bor. Asalari suti juda ham ko'p narsaga foyda, ayniqsa farzand talabidagilarga. Hozir xurmochangi juda ham tanilib ketdi, lekin shu paytgacha faqat asalari suti bo'lgan. Asalari suti xotirani oshiradi, yosh bolalarning qobiliyatini oldinga chiqaradi. Keyin xotir gormonlarni to'g'rilaydi. Keyin bundan tashqari gulchangi bo'ladi. Gulchangni juda ham ko'pchilik bilmas ekan. Chunki do'konda har bitta odamning qo'liga solib berganimizda bu nima edi deydi. Gulchang asalari hozir videoda ham ko'rsatib o'tib ketamiz, qanaqa qilib yig'ishini. Har xil gullardan teradi. Bu bilmadim, men shuni o'zi 500 tami, 1000 tami guldan yig'ilgan, mana shu ginani o'zi. Har xil gullardan asalari gulchangni yig'adi. Juda ham kuchli energetik. 10 ta energetik napitikdan ko'ra men uni bir hovuchini o'zi organizm uchun yetarli bo'ladi. Bundan tashqari asalariga tegishli o'zi hamma narsa bor. Ramkali asalimiz bor. Mana buni ini bilan birga qo'shib yeyaversa bo'ladi. Ayniqsa yosh kattalar juda ham maza qilib yeydi buni. Oq quray asalimiz bor. Juda ham aromatli, ta'mi yosh bolalar juda ham yaxshi ko'radi buni. Bu ham kamdan kam chiqadigan asal. Ko'pchilik bilmaydi bu asalni. Kelib asallarni qaysi yo'qsa kam-kam quyib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana bu yerda mana bu akasiya asali. Bu har doim mana shunaqa tiniq bo'ladi. Mana bu yuqori tog' asalimiz. Mana ranglarini ko'rishingiz mumkin. Qanaqa qilib oqishini. Mana buni bitta yaqinroq olib borasizmi? Xohlagan hajmda olishingiz mumkin. 200 gram, 500 gram, 5 kilo, 10 kilo dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul, dunyo bo'ylab dastavka qila olamiz, faqat u yog'i platniy.